Bu videoni ko'rganinglardan keyin aniq shu universitetda o'qiginglar kelib qoladi. O tushyapti. Hanyanga SAT, IELTS topikini topshirganman. One and one class bo'ladi. Bu bepul bo'ladi. Wow. U yilda Yonsega intervyu bo'ldi, uydan o'tdim. Resultlarim chiqdi. I was accepted to Yonse, but again Yotoqxonada karaoke bor. bu stol почти o'qish uchun emas. Durdona, Hanyangda sizga eng yoqadigan narsa bu nima? Bizda powder room bor, qizlar uchun. Muslim kitchen. O, musulmonlarning oshxonasi. Stories bo'lganiga prosta sizga 1 million won berilyapti. Okay. So, bu business building emas. Erica Campus Hanyang University. I Wow. try to wear everything that I have Hanyang. Вообще молодец. Thank you so much. Thank you. Eng birinchi meni hayron qoldirgan. Bizda video даже bor edi. Ikkinchi etajgacha 30 sekundda nima qilsa, by stairs, flight stairs 10 sekund. Wow. Ana tushyapti, to'xtay tushyapti Anita. I cannot see. O tushyapti. Oh my god. Books. Aha. Faqat tadram o'zbek tilidan kitob bo'lish. Wow, o'zbekchada. Ana. Hatto biz chaqashkamiz bor. Darslik ijtimoiy olmasiz ham kirib bemalol staj qilsiz bo'ladi. Ha, o'ylab dars qilsa bo'ladi, ha? Понятно. You don't have to buy something, but doesn't close, so it's open 24 hours. Вообще да. Вообще. Co-working zone. Dar. Snack bar. Water and snacks, simple snacks. Wow. Convenience yaratib qo'yishganda, ya. Men. Bizda powder room bor, qizlar uchun make-up, hozir qilgan. Okay. Bu yerda nima bor? Ikkala tarafi oyna bilan Aha. okrujon bo'lgan. Kelib bemalol Nobasa nomman bakka kelsam, biz bo'lsa, oynalar bilan gaplashaman. Tushunarli. Uch odam kirmaydi, shuncha qolmoqda. Bas, studies on. ICTga o'rganadi. Aha. Group study, group projectlar bo'lsa, bemalol shetda kirib, doskalarda yozib, beriga 24 soat ishlaydi. Shuncha Buni anaqa reserve qilishadi. reserve qilish kerak. QR kodi bor. Reserve qilib keyin. Biznes nimani o'zida shuncha, buildingni o'zida shuncha nima qilib qo'yishgan. Men bitta xitoyliklar o'qiyapti mana. Menimcha Xitoy. Qarz o'za kerak-a? What a little library. Are there books? There are books for Muslims. I see. Bu buildingdan bitta dars olaman. Bu semestrdagi eng qiziqarli darsim deb o'ylayman. Global Business Content Strategy deyiladi. Nega? Birinchidan, professorimiz juda ham qiziqarli odam. SJ Entertainmentda, Hype, Disney Plus, Amerikada ishlashgan. O'shuning uchun juda networki kuchli. Ko'p narsa aytib berilgan professor. Baribir tajribasi bo'lsa, anaqa bilinadi-ya. Har doim group project qilganimizda qanaqadir guest lecture keladi. Masalan, o'tgan safar group projectimizda guest lecture Disney Plus'dan kelishgan. Bizning proyektimiz eng zo'r, yaxshi bo'lgani uchun bizni Disney Plus kompaniyasiga turga chaqirishdi. O'tgan hafta borib keldik turga. Ana havas izdan hasad ketyapti mana hozir. Keyingi hafta Hype'dan odamlar kelishar ekan, guest lecture bo'ladi. Hype Entertainment, BTS o'shalar bo'ladi. Atak u darsda ichida har xil case'lar bo'ladi. K-pop case'mi yoki birorta Lady Gaga, qanaqadir mashhur insonlarning case'lari. Разбирать qilamiz, qanaqa qilib menejmentlarda bo'ladi. Menejerlari qanaqa ishlaydi, что ular shunaqa populyarni bo'lib ketdi. Вообще. Birozdan so'ng men Durdonani ertalabki darslariga ular bilan birga kirib ko'rdim. Operation Management darsi ekan. Professor pokistonlik va ularni dars o'tishi menga juda ham yoqdi. Dars tugadi. Bugun I don't know why. Lekin vaqtni tugadi. Chunki men keldim bugun. Rahmat professor. Love you so much. Thank you. Yeah, thank you. Vasanam 12:10 da Tugadi. tugar edi. Bu
yoq bizni campus work, academic service, college of business economics, o'zbekcha qilib aytganda dekanat. Va Durdona bu yerda ishlaydilar. Oh my gosh. Это course registration information, English, Mongolish paper, и Chinese bor. Tushunarli. Ishlagan soatlarimizni yozamiz. Shu ishlagan soatlarga qarab bizda zarflar chiqadi. Oylik chiqadi shunaqami? Kabi studentlar turadi. Bu tarafda o'qigan qismlar. To'g'ridagi xonada dekanat turadi. Albatta bo'lsa academic advisorlar. I see. Good. Bu xona bizda finance-ga joy berishadi. Academic. Bu tarafdagilar hammasi Taiwan magistratura. Bu building bizda student welfare building deyiladi. Birinchi etaj bizda lounge, canteen bor. Bilet olib Ovqatlanish uchun? ikkita bor. Narxi 4,5 million, adashmasam. Bugungi menyu. Menyularni bu yerga chiqazib qo'yishadi. Egg hamburg steak, radish kimchi fried rice. Mana shunday yozib qo'yayotganini qarang. Hot spicy meat stew glass. Вообще. Zo'r. Menga yoqdi. Va menga yoqadigan eng anaqa joyi bu o'zini do'koni. Zo'r. Вообще bu официальный do'kon emas, chunki официальныйsi Seoul kampusida. Seulda. Частный. Mana ko'rib turibsizlar, bo'lay ham anaqa kiyib qo'ygan, jaket kiyib qo'ygan. Short version, long version. Xohlasa chetdan olishingiz mumkin. Xohlasangiz manga o'xshab Zakaz qilishingiz mumkin, ha? Ism initial yozilgan bo'ladi. Вообще. Menga Korean universitetda eng yoqadigan narsa, что bizda Tongari bor, ya'ni student organization, student clubs. Har bitta universitetda o'zini kabineti bor, kichkinacha. U club roomda biz xohlasak kelishimiz mumkin, o'rtoqlarimiz bilan film ko'rishimiz mumkin. Lekin meni klubim music club, baraban chalaman. Вообще o'zi oldindan faqat singing bilan violin edi, lekin bu semestr baraban mentoringga yozildim va hozirda barabanda drums o'rganyapman. Xusa это volunteering club. Raplarga hammasi. Rap, wow. Rap shopda ichkarida. Bu ham music club bo'lishi kerak. Bu acting club deydi. Acting, вообще. That one piano club. Bu ham music. Примерно 5 tacha music band clubimiz bo'lsa kerak. Mani club roomimni ismi Hamibaram. Wow. Ismi ham chiroyli ekan. Bali. Вообще. Zo'r. Xohlagan paytingiz kelib kiraverasiz. Bizda parol bor. Faqat anaqa uchasniklar biladi. Biz ham ko'rdik endi. Yana sayoq. Practice qilishyapti ekan. O'shaning uchun sekinroq gapiryapmiz. Masalan, albatta instrumentlarimiz bo'ladi. Bas gitara, klavishi. Hatta bizni klubda tushgan rasmlarimiz, klub memberlar bilan har xil. Baraban. Sizni chaladigan anaqa esa zo'r. Mentoring darslarim haftada bir marta bo'ladi. One-on-one class bo'ladi. Bu bepul bo'ladi. Faqat klubda boshida to'laydigan summa bo'ladi. Примерно $20. 20 dollar. 20 ming won bo'lsa kerak. 20 ming won to'laysiz. В течение семестра bemalol kelib, qo'llanib, biror narsa yangi narsa o'rganishingiz. Minus tarafi siz koreyskini yaxshiroq ozgina bilishingiz kerak, любим bo'ladi. Hozir ham o'zim qiynalaman. Top 3 bilan. Okay. Ana, apa chalabdilar. Zo'r. Sportivniy klublar ham bor. Basketbolniy klub bor. Bu taraf reading club. Bunisi movie club. Movie. Kino ko'rsadim? Da. Ikkita movie club bor. Bu movie production club. Nargisi просто movie. Movie production. Ko'rib, keyin production qilishadi. U bizda dance faculty тоже bor. O'sha yerdagi studiyada ko'proq yonsib qilishadi. Lekin yaxshi klub. Yaxshi klub. Bunisi ko'proq foreign friendly. Bu buildingimiz library, 4 qavatli zdание. Ketdik.
Ta-da! Birinchi etajda bormi, sifatida gapirish mumkin. Shuning uchun if you don't really mind, shitib qo'yasiz. Bu tarafda malhalarimiz bor. Xohlasangiz, agar tarjigan bo'lsangiz, yotishingiz mumkin. Yotishingiz. DVD playrooms. Xohlasangiz movie ko'rib yoki birorta projektlaringiz bo'lsa, shu taklif ketishingiz mumkin. Televizorlar qilib qo'yishgan. Zo'r. Uxlashyapti. Uxlash xonalari ekan. Ketdi. Dance qiladigan robotchamiz bor. Xohlasangiz kofe ichishingiz mumkin. So cute. It is. Oh my gosh. Ichib ko'rganmiz ko'p. Da. Nima turar ekan? Bir xila. Zo'r. Hatto включается. Наушник taqib, bemalol o'ynashga mumkin. Hatto notalari bor. Zerikkanda to'g'ri o'ynashingiz mumkin. Вообще, naushnik faqat o'ziga keladi. Da, xohlamoqchi bo'lsangiz, o'rganishni tam YouTube'dan videolar qo'yib bemalol kelib olasiz. Hozir biz ikkinchi etajga chiqdik. Bizda student lounge hujjati bor. Unda gapirib, qilishingiz mumkin. Keyin study roomga kirsangiz, printerlar bor. Bitta snacklar. Snacklar. Xohlagan snackingizni olib, prosta keyin ipkim qilasiz. Ketaxonaga tashlaverasiz. Bitta bo'lsa rasmlar. Odamlar kutishmasin. Rasmni raspechka qilib qo'yadi. Вот. Agar to'lamasa, o't chiqazib qo'ygan shu yerga rasmlarni. Coffee machine. We're obsessed with coffee. Wow. Oh yeah, I see. Hamma joyda coffee shop, kofelar. To'rtinchi etajda stajirimlar bor. Agar xonada desam, bu ham to'rtinchi etajga emas. O'ylaydigan zona. Uxlashyapti. Lekin uxlashyapti u yerda. Hozir biz Erikadagi hidden joyga ketamiz, chunki library o'zi 4 qavatli, lekin bizda 5-6 qavatdan bor. Praktiski umuman odam yo'q bo'ladi har doim. Shundan kelib, bemalol dars qilsak bo'ladi, o'tiradigan joylarim bor. Inglizchada ko'paygan kitoblar. Wow. Materiallarga bo'lingan. Computer science, programming, data science, business, O'zbekiston bor. Kitobimiz. Wow. Вообще, O'zbekiston kitobxonasi kitobxonasida. Bu давление o'lchaydigan zona. Bemalol qo'lingizni qo'yib, startni bosib давлениеңizni o'lchash. Studentlarga shuncha anaqa. Вообще. O'tilam O'zbekistonda studentlarning davleniyasini chiqarishadi. Lekin o'lchashmaydi. Bu bizda Hanyang universitetining o'zini avtobuslari, ya'ni kampusning ichida yuradigan. Qaranglar qanaqa kodda. Tsveta Hanyangni reprezent qiladimi bu rangi? Hozir biz dormitory areaga keldik. Bizda 3 ta dormitory bor. 3 ta dormitory building. Injak one faqat o'g'il bolalar turadigan. Hanbok one qualitysi ozgina yaxshiroq, shuning uchun yaxshi GPS bo'lmasa, sizni Hanbok one ga принимать qiladi. Ana. И Changwig one bor. Changwig one da в основном karslar ham turadi, lekin ko'proq Uyghur foreign studentslar turadi. Biz kelayotgan joy Muslim kitchen. Musulmonlarning oshxonasi. U Muslim kitchenga siz semestrda 6 ta pul to'laysiz. Studentda 40 million. И 6 oy bemalol
Foydalansa qilishingiz Ha. mumkin. Bunaqa aynan musulmonlar oshxonasi deyiladi. Bizda o'sha ikkita kichkin kitchen bor. Ha. Oddiy kitchen reserve qiladigan, asli farqi yo'q. Nima qanaqa ovqat qilishingiz, lekin Masim kitchenda non halal products, Hamma narsa halol bo'lishi kerak. restricted. Ha, tushunarli. Просто respect. Ketdik. Keldik. Biza Mazlum Kitchenga, ya'ni musulmonlarning oshxonasi aytganimizdek, faqat halol narsalar. Userlarda kartaga dostуп bo'ladi. Aha. Qolganlar ochilmaydi. Ko'ramiz. Welcome. Thank you. Bu endi yotoqxonani keda, shuning uchun kirib, bemalol ovqatlar pishirsa nima qilsa bo'ladi. Mana bu idishlar kimniki bo'ladi? Idishlar common use, but biz bu idishlarda Pishirtmaysizlar, ishlatmaymiz. albatta. Biz idishlarimiz отдельно o'zimizni polkamizda bor. O'zilar polkalar ham bor. Polka bo'ladi. Har bitta odamga 40 ming to'laydigan priz ichida polka sizga ajratiladi. Ismlaringiz yozilgan bo'ladi. Mana bizda Durdonani boyliklari bu sotlari. Yo'q-a? Meniki roommateim bilan birga turadi, o'shaning uchun sevmagan joyi yozilganda mana bitta bo'lsa bizda холодильникlar har bitta odamga bitta mana shu kvadratik ajratiladi. Normal bu morozinik. Zo'r. Mitalarimiz bor. Ana restoranlardagi oshxonaga o'xsharkanda, you know. Oven vafilchamiz ham bor. Oh. Nima deysizmi? Прям сразу ovqatga shunga bitta multivarkaga o'xshagan. I see. Zo'r. Vafilcha. That's all. Mana oshxona. Hamma sharoit bor. Просто kelib ovqat qilish kerak. O'tirib yeb ketishga ham joy bor. Endi sizlar bilan yotoqxonaga kiramiz. Ketdik. Yana stadionlar. Yotoqxonada ham stadionmi? Nima ko'p o'qiysizlar? Ishimiz yo'q. I love it. Stadion. Yana. Qaranglar. Umidlarda bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Ko'chib kelaman men ertaga shu yerga. Dormitoriyni ichiga kirdik. Bu главный eshigidan delivery ketsa, lokerlarga qo'yib ketishadi, kupon bilan kelsa. Keyin telefoningizga parol keladi. Aha. Kelib, smart lokerdan parolini vesti qilib ochiladi, olasiz. Men hozirgacha ko'rgan eng akkuratniy anavi pochta tashab ketadigan joy menimcha. Bizda kantinimiz bor. Ha? Kantinda ichida yotoqxonaning o'zida kantina bor, turli ovqatli. Aha. Chaselar ham bor. Grazi kafe bor, Beshti chicken. Bizamiz narsa bu karaoke. Yotoqxonada karaoke bor. Birinchidan music xonamiz bor, keyin registratsiya qilib, bemalol kelib, music instrumentlarida cholib, xohlasangiz rekord qilib, yonsa qo'ymoqchi bo'lsangiz practice class. Bu tarafda bo'lsa, bizdan karaoke. Karaokeni soat 11 gacha ishlash mumkin. использовать qilishingiz mumkin. Xo'sh. Bro. Sizlarni lyuks mehmonxonada yashayapsizlar. Gapiring. Hi guys. Come to Xo'yan. I love it. Qashqasi yoqib olib, mikrofonlar olib, baqirib. Stressda bo'lsangiz, stressda baqirsangiz. Zo'r, yordam beradi. Qaniyanga kelinglar, короче, ko'p gapirmasdan. Bemalol soat kechki 11 gacha kelib, o'rtoqlaringiz bilan chill qilib o'ynasiz bo'ladi. Bitta voleybol o'ynagani. Bu tarafda table tennis bilan bilardo. Raketka hamma narsani student haq sentimlaringizni berib, Olsa bo'ladi. securityga olsangiz bo'ladi. Ular berilar ekan даже. Hamma narsalar bor, faqat haq sentimni berasiz, sizga beradi, keyin o'ynab bo'lgandan keyin yana olib borib berasiz, haq sentingizni qaytaradi. Nima qilayman hozir o'zimni arqon beringlar iltimos. Buni kattaligini bu joyi nima qilishadi, bitta seremoniyalar ham bo'ladimi yo? Seremoniyalar competition bo'lsa, competitionlar ham bo'lishi mumkin. Hozir dormitoriyning ikkinchi qavatidamiz. Bitta bizda dormitory staff office bor. Yaxshi narsa dormitoriyning ichida ishlashingiz ham mumkin. Student advisor bo'lib, soat 11 gacha, 10 gacha ishlashingiz mumkin. Просто obxod qilib,
ofis ishi qilib Til bilish kerak. til bilish kerak. Vitrina ichida ikkita jimimiz bor, lekin bittasi общий, qizlar ham o'g'illar ham qilishi mumkin. Unisi kattaroq. Lekin bunisi faqat qizlar uchun. Soat 9dan 10gacha. Men yana bir marta yig'layman. It's small but practical. It's cool. Bemalol. Narigi общий zalimiz ozgina kattaroq. Aha, I see. But yeah, I like it so much. Kelib turasizmi? Chiqasizmi zalga? Vaqtim bo'lsa, Uyqudan tura olsangiz. Okay, good. Durdona bizada 17-etajda turar ekanlar. Tasavvur qilasizlar. 17 va bizga xos bu yerdan video ko'rsatadilar. Durdon. kechqurun ham New York bo'ladi. Aynan. New York atmen ko'rasizlar xanyenga. Stadionlar ham katta ekan. Rosa katta ekan. Festival bo'ladi. Ismi yozilgan Dunan. Dunan, okay. Let's go. Qo'l bilan ochyapsizmi? Parol bilan. Okay. Kartadan ochiladi. Thank you. So here we have bathroom. Bathroomimiz katta emas, kichkina. Unfortunately. Tarafda mani tarafim. My bed. Вообще. Tanishtiringda. I don't know his name. Teshavay deydi. Some dude. Good. After I tried to do something. Estetika yaratishga harakat qilganlar va chiroyli chiqqan. Tarafda Stories. sovun. To'g'risini aytsam, dormitrida uncha dars qilolmayman. Chunki kelsam, Bu yerda mana chaqirib turadi-da. Telefon kelib qoladi, film ko'rgim kelib qoladi. Shuning uchun umuman fokus qilolmayman dormitrida. Shuning uchun bu stol почти o'qish uchun emas. Faqat getting ready, kosmetika, skincare, tepada fotki, olimlar, friends. Hammaga salom. Meni ismim Durdona. Men o'zim originally Farg'onaliman va Koreyada yashayotganim уже 1 yil bo'ldi. Hanyang University Erika studentiman. Maktabda bitirgandan keyin 1 yil gap year o'rganman. Bu ham on purpose bo'lmagan. U kichkinaligimdan beri, 8-sinfdan beri seriously I will study abroad deb yurganman har doim. Har xil programmalar qo'shilib, more information o'rganib abroad va boshidan plan Amerika bo'lgan, Koreya emas. US universitylarga apply qilganman, lekin scholarship not enough edi. 100% bergan universitetlar ham bo'lgan, lekin fully covered emas scholarship. Shuning uchun it was out. Maktab bitirayotgan 11-sinfligimda Yonsei universitetiga apply qilganman va Koreyadan faqat Yonseini tanlab, va sanam fokus Amerika bo'lgan, US. U yilda Yonseiga intervyu bo'ldi. Intervyudan o'tdim. Resultlarim chiqdi. I was accepted to Yonsei, but again, scholarship money. Demak, grant bermagan. Grant bermagan Yonsei va Yonseini tuition feesi 7 million bo'lgan. Примерно $7,000. Ozgina kamroq bo'lsa kerak $7,000dan. Va it was too much for me. So I could not afford it. Juda ham qimmat bo'lgan, shuning uchun it's okay. Chetdagi mistake'imni aytaman sizlarga. Agency bilan topshirganman. Don't apply this agency please. O'tgan safar agar Yonseiga o'zim dokumentlarni topshirgan bo'lsam va reklamalar ko'rganman, bu agency bilan Sky universitetlarga juda ham studentlar ko'p kirgan. Seoul National University, boshqa Koreo, Yonsei, ularda ham aggressive marketing bo'lgan. Bizda mana shu universitet bilan dogovor bor, bu universitet bilan dogovor bor degan. Lekin o'shanga believe qilib, men ham okay, maybe it's better with them deb o'ylaganman. O'zimda как-то как сказать, o'zimdan ko'ra ularga ko'proq ishonib, Agentство bilan topshirgansiz. Agentство bilan topshirgan. Agentstoga aytganman, вот mani most priority scholarship. Hanyanam one of the reasons. Birinchidan rankingi yaxshi. Dunyoda 160-o'rinda примерно turadi. Koreyada 5talikka kiradi. Ikkinchidan it's really weird reason. Chunki Yonsei bilan obsess bo'lganim uchun uni ham ikkalasini ham
rangida qo'y, temно-синий. Okey. Okey, haliyam. Va result chiqdi. Result accepted bo'lganman, scholarship'im olganman. Shunday admission'ga kirib o'qisam, haliyam Erika campus turibdi. Я такая, okey. Men unda bilmaganman. Campus bo'lsa, bizda ham masalan O'zbekistonda har xil campuslar bo'ladi, lekin ular orasi uncha uzoq bo'lmaydi. To'g'ri. Shunaqa deb o'ylaganman. O'rtog'imda Seoul campus deb yozgan ekan. Keyin agentstvaga aytyapman, menda nimaga Erika campus deb yozilgan deb aytsam, Ханян, это тоже Ханян, типа, don't worry, shunaqa deyishgan. И в итоге оказалось, что это по ошибке меня зарегали в Эрику кампус, а мою подругу в Сеульский. И ikkalamiz har xil distansda o'qiganmiz. To'g'risini aytsam, ozgina stupid narsa bo'lgan, chunki даже admission qilayotganingizda siz dokumentlaringizni Erika kampusga jo'natishingiz kerak. Shilski kampus degani Shilskiga jo'natishingiz kerak. Lekin men nimaga meni Erika kampusga jo'natlaring desam, ularda excuse they are better with scholarship deyishgan. Ko'proq grant beradi. Shunaqa deyishgan. Va siz necha foiz grant olgansiz kirganingizda? Kirganimda HISP degan grant bor. 50% olganman HISPni. И 4 yil ichida HISP qoladi. И главное GPA kamida 2,5 bo'lishi kerak. Kamida 2,5. Bro, Good, manageable. Hanyangni asl anaqasi qancha? Masalan, to'liq tuition, ya'ni kontrakti. 5 million qancha ham bo'lishi kerak. 5 million qancha won. Ya'ni bizning pulga 50 million atrofi bo'ladi primyerda. Sizda qanaqa status bo'lgan? Masalan, IELTS, SAT, hokazolar. Topshirayotganimda IELTSim 7 bo'lgan. Topicim ham bo'lgan, topik koreyskiy ekzamen. Topicim imенно topshirish paytimda 2 bo'lgan, lekin ozginadan keyin resultim chiqqan 3 dan jo'natib yuborganman. Ya SAT ham bo'lgan. SAT'da curious bo'lganim uchun ozgina o'qiganman, testdan topshirganman. Resultim yaxshi emas. 1200. Yaxshi. Baribir. Hanyanga SAT, IELTS topicimni topshirganman. Extracurricular bo'lgan. Recommendation letterlar, extracurricularimda masalan music school bo'lgan. 7 yil violin schoolga borganman. Wow. Undan tashqari biz Farg'onada Korean Embassy'dan center bo'lgan, Korean Center degan. O'sha yerga borganman. Hali esimda, просто kirganman o'sha ofisga. Я говорю, вот, здравствуйте, menga volonterство kerak. Можно я вас, я у вас волонтером буду, а вы мне рекомендашку напишите deganman. Keyin bizda ko'pchilik tushunmaydi-yu, baribir volonterство, internship shunaqa narsalarda. И объяснять qilishingiz kerak. Keyin ular mayli, zaxati deyishgan. Karislar ishlagan, hatto ham bir ikkita karis bo'lgan, lekin men birinchi borganimda o'zbek сотрудникка borib tushuntirganman, keyin karislar suhbat qilganman bilan. Ozgina kichkina office work qilganman. Undan keyin bitta professor bor edi, u professor oldin IXVAda ishlagan bo'lgan. Wow. IXVAda professor bo'lgan. Menga okey, rekomendatsionni pishmo yozib beraman deyishgan. Undan tashqari King Sejong institutga koreyskiy o'rgangani borardim. Hatto bo'lsa professorlarimiz koreyskiy o'rgatadigan professorlar hamma karis edi. Native speakerlar. Wow. Ulardan ham bir ikkita rekomendatsionni olib, Hanyanga jo'natganman. Undan tashqari tam small certificates bo'lgan, tam ibrat, narsalar. Ularni ham topshirgansiz, demak. Telefon qilganman admissionga. Can I change campuses? Kampusda change qilsam bo'ladimi deyishgan. Bo'ladi deyishgan, lekin scholarshipda operatsiya qilinadi deyishgan. Demak, agarda siz kampusni almashtirsangiz, grantingiz olib qo'yishadi. Shuning uchun tugatguncha shu yerda o'qish kerak. Lekin keldim baqa va hozir umuman boshqacha deb o'ylayman Erika kampusi haqida. Birinchidan, ploshchadini gapirsak, Shilski kampusdan 4 barobar kattaroq. Eng katta razницasi Shilski kampusdan bizda kampusda ko'proq research, Erika cluster research. O'shuning uchun ham kampus katta deb o'ylayman. Rosa ham ko'p laboratoriyalar bor. Ichida Kakao Data Center bor, LGni birinchi bor va
ansandaligi ham в какой-то степени plyus deb o'ylayman. Nimaga? Chunki siz faqat o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, boshqa distractionlardan ozgina uzoqroq bo'lib, faqat o'qishga fokus qilishingiz oson. To'g'ri. Seul baribir anaqa nima deydi, katta shahar va gavjum shahar, to'g'rimi? Hanyangni adashmasam, ana o'zi kampusi ham tем более o'rtada joylashgan. O'rtada joylashgan. Keishini men uchun ham plyus ham minus. Plyusi chunki o'zim ham ko'p odam joylarda uncha yaxshi ko'rmayman. Yaxshi ko'rsam ham distracted bo'lishim balkim osonroq bo'lsa kerak. Именно ansanda bo'lsa, bemalol o'qishim mumkin. Hamma needed narsalar yonimda bor. Birorta joyga rosa ham bormoqchi bo'lsam shouga, uncha uzoq emas. 1,5 soatda o'sha metroda yetib boraman. Xo'p, Durdona bilaman, shu siz kampusni o'zida ishlaysiz. Hali shu vaqtgacha o'qigan bo'lsam, kampusda ishlaydigan studentlar bilan qilmagandim. Shu bo'yicha ko'proq ma'lumot berib o'ta olasizmi? Bizda campusda work juda ham popular, I would say. Faqat единственный narsa kerak degan, sizdan kerak bo'ladigan narsa tilni bilish va mani work'im, mani ishim o'zimizda business faculty dekanat, I don't know how to call, administration office. Va man glow deyishadi, kars tilida glow student deyishadi. Просто darsim yo'q bo'lgan paytda bemalol borib ofisga o'tirib office work qilishim mumkin. Qanaqa office work? Единственный narsa qiladiganim bu agar birorta studentlar problema bo'lsa ularda kurs registratsiyadami yoki ular volunteering qilmoqchi, lekin qayerdan hech qilishni bilmaydi, qayerdan apply qilishni bilmaydi. Masalan, information beradigan student ular keladi, bizdan yordam so'raydi, biz ularga ko'rsatamiz, lekin agar ularda boshqacha men javob bera olmaydigan savol bo'lsa, yonimizdagi terenimlarga borib, u savolni kars tiliga перевод qilib, javob berasiz translate. Va bu ishga albatta soatiga qarab to'lanadi albatta. Soatiga minimalniy wage to'lanadi, lekin ish qiyin bo'lmasligi uchun почти you take it for granted. To'ppa-to'g'ri. Ish oson. Chunki biz birga ishlaydigan terenimlar ham bizga aytadi, agar masalan birorta projektlaring o'qiydigan narsang bo'lsa, bemalol o'qigan. Xohlasang даже movie смотри deyishadi. Qilib o'tirsangiz bo'ladi o'sha yerda o'tirib. Faqatgina menga odam kelsa, so'rasa narsa, javob berishingiz kerak. Javob beraman. Durdona, Hanyangda sizga eng yoqadigan narsa bu nima? Birinchidan foreign friendly atmosphere desam bo'ladi. Chunki bizni kampusimizda partner universitylar ko'pligi uchun exchange studentlar ham juda ham ko'p va har bitta joyda ko'rsangiz exchange studentlar juda ham karslardan ham ko'ra ko'p deb o'ylayman. O'shuning uchun ham universitet bizni поддержка qilishga urinadi. Har xil мероприятиялар qiladi, birorta opportunitylar beradi. Har xil scholarship programmalar bor. Agar siz borib topik topshirsangiz, soat 4-ga bo'lsangiz 1 million won beriladi. Wow. Stories bo'lganiga просто sizga 1 million won berilyapti, to'g'rimi? 3 dan 4ga 4 olsangiz, birinchi martasiga 1 million beriladi, 4 dan 5 olsangiz, har bittasiga o'sha 500 dan beradi. Ikkinchi yoqadigan narsa, menimcha student life bo'lsa kerak. Ko'rsatganimdek har xil student organization, student to'ngarilar bor. Menimcha bu meni university life'imda самый bright narsa bo'lsa kerak, chunki this is something that I will remember. I will not really remember how hard I did like studying and this, but like agar самый eng memorable narsa meni Korean university life'dan aytsam, bu menimcha student clublar bo'lsa kerak, chunki har semestr I learn something new. Har semestr o'zimni har xil sohada sinab ko'rib, explore myself and it's like literally for free. Juda ham har xil odamlar bilan ko'rishib, gaplashib, o'zingizni mirovozreniyingizni kengaytirishingiz mumkin. Xo'p, Durdona, meni savollarim hozircha shulardan iborat edi. Kattakon rahmat sizga.